Jahon chempionatidagi qizlarni krashlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Erling Haaland. Haaland 26 yoshlik norvegiyalik futbolchi bo'lib, u Manchester City'da va Norvegiya terma jamoasida o'ynaydi. Bu uni sevgan qizi va uni farzandi ham bor. Farzandi 2024-yilda tug'ilgan o'g'il bola. Haalandni qizlar yoqtirishiga asosiy sabab bu uni xarizmatik ko'rinishi va uzun bo'yi hisoblanadi. Uni bo'yi 1.94 sm. Ikkinchisi Jude Bellingham. Angliya terma jamoasida va Real Madridda o'ynaydi. Qizlarni yoqtirishning asosiy sababi bu ham Haalandga o'xshaydi. Uni ham bo'yi juda ham uzun, bo'yi 1.86 sm va undan tashqari juda ham xarizmatik va juda ham chiroyli. Shuning uchun ham qizlar xususan unga crush bo'lgan. Uchinchisi Lukas Bergvall. 20 yoshli shved futbolchisi. Uni ko'rinishi juda ham unik va juda ham chiroyli. Ayniqsa, uni sariq sochlari, undan tashqari ko'zlari va hammasi juda ham unik ko'rinadi va kombinatsiyasi juda ham chiroyli. Ko'plar uni aktyor bo'lish kerak deb aytadi. Uni ham bo'yi uzun. Uni bo'yi 1.87 sm.